Ayolingiz qani? Kelyapti, hali yo'q. Shu tomondan keladimi? Ha. Medpunktdami? Ha. Eslaysizmi? 3-4 yil oldin shu yerda siz bilan tanishuvdik. Yomg'ir yog'dimi? Yomg'ir yog'di, ozroq yog'di. O, ana. Vizitdan kelyapti, ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka, zo'rmisiz? Tanidingizmi? Albatta tanimayman deb akajon. Siz haqiqiy qahramon Fidoya hamshirasiz. To'g'risi hamda. Tushmang. Assalomu alaykum. Migratlarda yurdim-da. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Bir yo'qlab ketayin deb keluvdim. Allah razı olsun. Er xizmatida. Shamshagi taksi o'zimdan. Charchamadingizmi? Ya, taksi xudoga shukr. Shu hozir shu yerda bir suhbatlassak bo'ladimi? Siz bilan. Bir ikkita savollarim bor. Mayli? Men mikrofonda. Ana qo'laylik. Tinchmisiz? Xudoga shukr. Sog' salomat. Allah qashq. Charchamasdan nima Moskvada yuribsiz? Hozir girib sizani. Shuning uchun Girib, Moskvada yurdim. ko'rishmaganimizga ham 3-4 yil bo'lib qoldi. Ancha bo'ldi. O'shanda mana shu qishloqqa biz suv bo'yicha, yo'l bo'yicha, tok masalasi bo'yicha kelyotgandik. Siz o'sha mana shu eshakda yurganingizni ko'rib bu ayol kim desam, Bu qishlog'imiz doktor. Doktormi? Mesestrami? Ha. Qani ketyapti hozir? Vizitga ketyapti qishloqqa. Shu eshakda xizmat ko'rsatadimi? Ha, eshakda vizitga boradi. Shu aholiga birovda ukol qilish kerak bilan birov mazasi qochib qoladi. Anchadan buyon? Ha, bir 20 yillar bo'lgan. O'shandan kelib bo'la sizga keluvdim. Tushuntirib, ruxsatini olib, keyin siz bilan siz ham hayron suhbatlashuvdik, ha? Eslaysizmi? Yozida haqiqatan 26-27 Iyunida 4 yil bo'lib qoldi. kuni ana oydan keyin ana chayon chag'i bor homilador xotin. Yozida iyun oylari. Eslaysizmi? Aynan shu yerda uchrashuvdik. Kim bo'lib ishlaysiz? Xotinish hamshiraman, Dashqilcho'raning. O'zibga borib kelayotgandim. Bu Chiroqchi tumani? Ha, Chiroqchi tumani O'zbekiston oshipidan bu yerda Dashqilcho'ram bu yer. Ko'pi yo'qmi? Ko'pi yo'q-da. Ko'pi yo'q bizda. Men shunday. Siz patronajmisiz? Ha, patronajman. Hozir bittasi keling, do'lnash chiqdimi, mamani ko'ring deganda telefonda shunga borib kelyapman. Transport yo'qmi? Yo'q, transport. Mana shu eskidan qolgan ota-bobomizdan qolgan shol, mana uni ko'tarish girijam bor. Mana sumka ham og'ir. Shuning uchun eshak yaxshi deymanda, eshak bilan ketaveraman-da. Qayerga chaqirsa. Nechta xo'jalik bor shu ovulda? 200 dan oshiq xo'jaligimiz bor. 2000 ga yaqin, 1000 dan oshiq aholimiz. Xudoga shukr, yosh kelinlar kelyapti yana. Kattalar nima deyapti? Qachon ko'pi bo'lar ekan? Endi kattalarga men kecha borib keldim, hozirgi bo'lgan arziyib, opa hali respublikadan nima chiqqan yo'q bizlarga. Kelgan yo'q deyapti. Keyin xafa bo'lib qaytib keldim yana. Yaqin ko'pi necha kilometr? Yaqin o'zimizning O'zbekiston oshibimiz 25 kilometrdan ziyod. Voy. Rayonimiz, tumanimiz Chiroqchiga borish 30 kilometr borda. 30 kilometrga tug'ish uchun 30 kilometrga boradi. Yoki bir sudirga berib qolsa xudo ko'rsatmasin. Masalan, shu yomon bo'lib qolgan paytlari, mana yo'limiz yomon, qish yomg'irlarda qiynalyapmiz. Mana yoz hozir mana gradusni qarang. 40 gradusdan oshib ketdi. Mana shularda mana boshlanishda kelgan bo'lsangizlar, 3 kilometr. Ana shu yoqqa Mamatova Turdiqalapaga ukol qilib keldi. Ha, bitta borib. Kimnidir ilon chaqib oldi dedingizmi? Ha, bugun ertalab soat 4:30da nargi uydagi kelincha kelyapti. Chayon chaqib oldi, doktor Mamatov. Ertalab birinchi yordam qilib berdim. Uyimga keldi. Yana soat 6 bo'lmay, fermer, nima qishloqning boshidagi fermer ayol kelyapti. Do'lnash chiqib. Ashda punkt bo'lsa, siras punktga o'tadi, menikiga ham kelib yurmaydi. Bu sizga eng qulay transport vositasi? Aha, xudoga shukr, men shundan qolmayin. Shu men uchun shul. Arzuyim qani edi pensiyaga ketguncha bittagina punkt bo'lsa, shu elim uchun, men shu elim, masalan, O'zbekiston fuqarosi-ku. Prezident buvamiz, bizlar buvamiz bo'lmaymi, doktor Mamat degan gaplarni eshitdim men. Afab ketaman eshitib. Yig'lamang.
tumani bitgani shu virus bo'ldi. Necha kishi bo'ldi. Shularga masalan yaxshi bo'laydi bitta punkt bo'lsa, shularga birinchi yordamni qilib sirazi yordam qilaydik. Qiynalib qolmaydi, elim ham men ham qiynalmaydim. Emlashlarda juda qiynalyapmiz masalan. Emlash qilish uchun ham. Dokumentlarim necha marta jalada qolib, mana dokumentlarim jalada qolib, yomg'irda qolib, yozgan mehnatlarim birtim kattalarga ham ko'rsatdim. Mana daftarim ahvoli. Men masalan shunday yurda yurayin deganim yo'q. Peshonam ekan qamashdan kelganman. Men shu yerga 90-yil kelin bo'lib kelganman. 90-yil kelgan bo'lsam, shundan beri eshakka minishni ham o'rgandim, yugurishni ham o'rgandim, xonadonlarga borish. Shappa chavdira borib kelaman. 32 yildan beri mana shu transport bilan yuraman. Xudoga shukr. Nima bo'ldi? Alo. Ha, Gulchehra? Alaykum assalom. Yaxshimisan qizim, zo'rmisan? Nima gap? Ha, tashlikmi? Hozir. Badanni sovuq suvga yuvib turgin, hozir boraman. Temperatura qilib qol. Uzr. O'zib bo'ldimi? Ha, o'zib. Bo'pti. Yaxshi borib keling. Mayli, sog' bo'linglar. Charchab. O'zgarish qilamiz, xudo xolasa. Yangi O'zbekistonda mana shunday eshakda xizmat qilish hamshira uchun men uchun juda orda. O'sha kezlarini eslaysizmi? Shunda yurib keldingiz biz kimligimizni tushuntirib, Albatta. siz bilan bo'lgan suhbatda Toshkentga borib ijtimoiy tarmoqqa joylashtirish ham oson bo'ldi deb o'ylaysizmi? Soha egalariga, hudud kattalariga biz siz bilan bo'lgan suhbat hammasiga ham yoqdi deb ayta olmayman. Hammasi ham olqishladi deb ayta olmayman. Siz bilan qancha gap eshitdim aka, siz nimasini so'raysiz? Men tumanimdan qancha uyat, sharmanda, siz eshakda jiribsiz. Nimaga uyalaman? Mening o'zi jiradigan yo'lim shu. Qiladigan ishim men nohaq qilgan shu texnikamda mening nima bilan boraman? Chop jugurib qomirimni qilib qo'yaman, qomirim ko'pincha chop bitta kasalga borib kelishim kerak. Nima qilay? Men aytdim, orqisang dedim, mayli. Eshakni o'rniga mashina minaman deb aytdim. Bu yurishingizni faqat men ko'rganim yo'q-ku, to'g'rimi? Mengacha ham juda ham ko'p, yetarlicha rahbarlar ham kelgandir. Keldi. Hamma ko'rib, endi xalqda endi ko'zi singib ketib, boyagi doktor momo deb o'rganib qolgan bo'lsa ham, viloyatdan, tumandan, Toshkentdan faqat men kelmagandirman bu qishloqqa. Yo'q. Biz o'zimizni kamchiligimizni o'zimiz ko'taraylik. Bu bor haqiqat bu. Lekin men yo'limdan qaytganim yo'q. Rahbarimga ko'rsatdim, rahbarim qo'llab-quvvatladi. Ana undan keyin ijtimoiy tarmoqqa qo'yildi-da. Qalbek aka, mana 3-4 yil o'tdi-da. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Birinchi mana qishloq hayotidan kimlar keldi? Nimalar o'zgarishlar bo'ldi? Siz ketgandan keyin juda g'ala-g'ovurlar bo'ldi. Televideniyadan odam ham keldi, u yoqdan, bu yoqdan odamlar keldi. Blogerlar kelishdi, keyin ko'p katta odamlar keldi. Aktivlar shu paytgacha mana 30 yildan beri ishlaganimsam meni hech kim tanimaydi-da. Siz kelib ketgandan keyin mana meni taniydigan bo'ldi. Keyin tadbirlarga chaqiradigan bo'ldi. 5-6 ta unvonlar bilan, mukofotlar bilan siylanibsiz. Viloyat hokimi nomidan skuter berildimi? Ha, viloyat hokimi Mirchana. Mana Xudoga shukr yaqinda mana bir oy bo'lib qoldi. Toshkentga bordik. Umr ishi unvoni olib keldim men, katta saroyga bordim. Mukofot faoliyat chegarasini tanlamaydi. Xolbeka Boboqulova tog'li hududda umrining yarmini sog'liqni saqlashga bag'ishlagan mehribon hamshira. Chiqish uchun ham zarur bo'lib qolsa, o'yin chiqaramiz. Tezroq qo'yamiz. Umr ishi nominatsiyasi bo'yicha g'alaba muborak bo'lsin. Juda xursand bo'ldim. Boshim osmonga yetdi. Elim, yurtim tanidi, butun respublikam tanidi. Sizni shuncha hurmat qilib e'zozlagan odamlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Yo'limiz asfalt bo'ldi. Qabristonga shag'allashtirildi. Maktabimiz qaytadan ta'mirlanib, yangi maktab bo'ldi. Nega punkt bo'ldi. Gaz kelyapti har oyi, Xudoga shukr. Qarang,
hamma sohalar kabi tibbiyotda ham juda katta o'zgarishlar bo'lyapti, islohotlar bo'lyapti. Bu hammasi zo'r. Bular hammasi yaxshi. Lekin aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishda foydalanayotgan transport vositangiz o'zgarmabdi-da. Shu jonivor avrimda jengil qilib jiribdi. Bu bor haqiqatmi? Ha, albatta. O'sha paytlar nimaga ko'rsatasizlar? Hamshirani eshakda yurganini uyat dedi, or dedi. 4 yil bo'ldi. Qani o'zgargan? Ha, shudir. Demak biz hali qolaversa maylindi endi. Hali tezakdan qutula olmabmiz-da. Aka bilgan bilar, bilmagan halbuki yana chiqibdi der. Gapirishi mumkin. Gapirsa ham mayliga. Lekin xalqim mendan kechmasa, tirik tursam, jonim, yuragim urib tursa, elimga xizmat qilishdan qaytmayman. Endi bilmadim. Lekin mendan zo'r doktorlar kelsa, men roziman. Hozir beraman ishimni. Men ham abadiy emasman, men ham yoshim ketdi. Men ham oldingiday yoshliqdaday chakram meni chopqillab ketadigan darajada emas. Sizni mana shu el yurtga xizmat qilishayotganingiz shu yerda qariyb 300 ga yaqin xonadan hammasi ko'rib bilib turibdi, to'g'rimi? Aka siz ham shu ayni Abuxoning loy payti kelasiz. O'tganda ham loyda kelasiz. Yozda kelmaysizmi yo? Yo'q, men ayni shu haqiqiy qishloq hayotini ko'rishim uchun shu bugun keldim. Bizlarga juda xizmat qiladi. Bir go'miz ikki qilmaydi. Aladada chavib keladi. Kunduzimi, bemahalmi, mizmi chavib keladi. Issiqmi, sovuqmi, mehnati zo'r. Nimada yuradi bular? Ishayam yo'q, men ishayamdan kutib qolaman. Ho'shamama, ishingiz bering deymiz, doktorimizda, beramizda. Kerak bo'lsa, kuting doktor mama, qiyada jirmang deyman. Mana jira 2 oyoq ishlamay qoldi. Bizlar uchun-da haqiqiy doktor shu doktor. Ana 25 mana dekabr bo'lyapti, tugayapti. Hali ham shu eshakda jiraman, hali ham tezakda jag'aman. Tezak hurmasin, ana tezakxonaga saqlaymiz. Nonni nimada pishirasizlar? Nonni ham tezakda pishiramizda. Bizlar o'rganib ketganmiz. Yozin issiqda qovratib olamiz tashqariga, keyin ichkari kiritamiz. Aka bu tezakdan hammamiz foydalanamiz, butun qishloq foydalanadi. Ekologiyani buzmaydi. Shu bilan katta bo'ldik. Sandalimga solamiz, zaharlanish boshqa yo'q. Elimiz ko'mir jag'ishni bilmaydi. Mana tezakdan foydalanadi. Ko'mir yoqish olib kelsa ham yoqolmaydi. Yo'q, qo'rqadi. Ko'mirdan zaharlanamiz deb qo'rqadi qayta. Va tezagimiz ham zaharlanish yo'q, gaz yo'q. Gazlar bo'lsa, tug'imiz arzon bo'lsa, bizlarga yaxshi bo'laydi. Bizlar ham zal kelgan yo'q, shundan foydalanaylik deb turib. Lekin yana mana tilpaningizga olib aka to'an tezagimiz yo'q qilib tashlamaysin-da, mana Andondagi to'ndirdi biz degandek. Bizlar ham shu qo'rqib qoldim. Halbuki tezakni ko'rsatqani deb turib mana yo'q qilib keyin nima jag'amiz bizlar. To'ndirga shuni jag'amiz. Shu bilan isinamiz, uyda sandalda o'tiramiz. Non pishiryapsizlarmi? Az bir yoqib olguncha-da keyin yana ketadi. Nimada istayapsiz? Ana, qizdiryapsiz. Tezakda. Tezakda. Butun el yurt mahalla shundan-da, to'g'rimi? Yana halbuki tezakni gapirdi deb boshim balo qolib ketmaz, qo'rqib ham qoldim. Yo'q, unday bo'lmaydi. Bu milliy qadriyatimiz, urf-odatimiz. Tandir desa onamiz qiyofalanadi. Hech anaqa qilmang. Bemalol yoqavering. Ana bu katta bo'ldik. Buzmaydi xudo xolasa. Mayli, o'zimiz mavzuga qaytaylik. Mana shu qir-adirlarda qanday transportga ehtiyoj bor? Zarurat bormi shu eshak bilan yurishda yoki eshaksiz ham xizmat qilsa bo'ladimi? Mana aka, o'zingiz ko'rib turibsiz. 21-asrda mana jirishing menga ham to'g'ri kelmaydi. Qaniydi shuni minmasam. Noilojlikdan minaman, men deb minayotganim yo'q. Qir-adirlarda endi mashin jiratan jiram bor, jirmaytan jiram bor. Shuning uchun endi mening bolalarimdan neksiyamiz bor, xudoga shukr. Lekin ular uyda turadi, turmaydi ishda. Kechasi gohida turloq bo'lib qolishi mumkin. Shu payti nima qilay? Noilojlikdan otasini uyg'otaman-da, bila eshak bilan bo'lsa ham u panor jag'ib ketamiz, chaqirgan joyga boramiz. Endi iloji yo'q. Dadajonisi yana 2 joyga borib kelaylik, mayli. Keyin choy ichib imkon bo'lsa agar shu velosiped
ilgari men kelib kelganimda nevalar bo'laydi. Juda zo'r, uni botmaydi-da, loylarga ham, qorlarga ham botmay chiqib ketadi. Ajda velosiped mashina bo'lsa bo'laydi-da. Shunda gana mashina jonivordan qutulsam bo'laydi. Xudo xolasa mana shu mening mana shunday eshakda yurib elga xizmat qilishlarim kelajakdagi bolalarimga tush bo'lsin deyman. Tushib qolsin Allohim. Yana halbuki o'ziga so'rayapti deyman, menga hech narsa kelmaydi. Alloh bersin menga. Lekin borku, men hozir ketsa hozir ketaman. Men tayyorman. Arzamni ham tashab qo'tiribman. Men bironta rahbardan, bandadan xafa emasman. Yana sizni bu olayotganingizni katta kichiklar ko'rishi mumkin. Noto'g'ri tushunib jotmasin. Men noshukrlik qilmayman. Menga marta shukr deyman. Lekin mendan keyingi keladigan hamshiralarimiz mana shunday eshakda yurishini men xohlamayman. Xudodan shuni so'raymanki, eshakni umuman minmasin, eshak men bilan qolsin, men bilan ketsin. Yangilarimiz yangicha hayotda, yangicha tizimda, yangi o'zimizning gullagan O'zbekistonimizga yarashadigan texnikada yursin deyman-da, Xudodan shuni so'rayman. Haqiqiy fidoyi qahramon hamshira, fidoyi doktor. Qaynanam qarib qoldi. Mana 96 ga kirdi. Hali ham eshitib jiryapsizmi? Yo'q, eshitib jirganim yo'q. Men texnikada jiribman, oyjon deyman. O beshikda kim yotibdi? Nevaram yopdi, chevaram. Chevara? Ha. Nechta chevara bo'ldi? Hozir bu yerda 3 ta. 3 ta. Hammasicha. Ko'p. Nechta chevarasi bor? Bilmaydi bu. Bilmaydi. Ha. 20 ta bormi chevara? Bor. Nevarachi? Evara nechta? Evara 2 ta evara. 20 dan oshiq nevara. 20 dan oshiq chevara. 2 ta evara. Xudoni suygan bandasiz. Uzoq umr ko'ring. Siz ham ming yerga kirib